Shu yerda turgan texnikalarning hammasi defekti bo'lganini hisobiga likvidatsiyaga tushgan. Bu texnikalarni bozorlardan, optimchilardan arzonroqqa kerak bo'lsa, zararga beraveramiz. Misol uchun 4 ta ko'zi gaz duxovkasi ham polностью gazda ishlaydigan Ferrari brendining gaz plitasi bu modelda $190 ham sotilgan. Hozirgi paytda bor yo'g'i $99 Bitishlar har xil ko'rinishda bor. Stanley rangda sensorli dismi, besensorli dismi, bafinli filtrli bu modelda $150 ham sotilgan. Hozirgi paytda bor yo'g'i $39 bo'yi 1.45 lik xolodilnik 5.840.000, ya'ni $478 ham sotilgan. Stanley rangi $99 oq rangi ham $99 Kompressor LG bo'lgan 10 yil garantiyali xolodilnik bu modelli $778 ham sotilgan. Polностью no-frost sistemida ishlaydi, past to'qligiga chidamli bo'ladi. Hozirgi paytda bor yo'g'i shunaqa bahaybat xolodilnik $379 Saybasay xolodilniklari ikkita eshikliklari $909 ham sotilgan. No-frost sistemida ishlaydi. Bu modellar hozirgi paytda bor yo'g'i $409 4 ta eshikliklari $950 ham sotilgan. Bu ham polностью no-frost sistemida ishlaydi. Past to'qligiga chidamli bo'ladi. Hozirgi paytda bu modellar bor yo'g'i $439 Obzori qilinmagan va narxi aytilmagan texnikalar juda ham ko'p. Bularni hammasini bitta videoga sig'dirib bo'lmaydi. Men bularni hammasini bitta-bittalab Telegram kanalga dumaloq video qilib joylayman. Sotuvchi bolalar nomeri va lokatsiyamiz ham Telegram kanalda bo'ladi.